Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar azizlarim. Bugun sizlarga eng oson uy sharoitida tarozisiz juda ham mazali bo'lib chiqadigan pirog tayyorlaymiz. 3 dona tuxum ketadi bunga. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringizlar. Juda ham mazali, juda ham yumshoq, ham ko'p kishiga yetadigan, katta oilalarga manzur keladigan pirog tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 3 ta tuxum, 2 piyola shakar, vinchikda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Mikserda ko'pirtirsangiz ham bo'ladi. Men vinchikdan foydalandim. Ana endi 1 piyola o'simlik yog'i solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Endi 1 osh qoshiq sodaga 2 osh qoshiq uksus solamiz va yaxshilab aralashtirib yuboramiz. $800 ml sut solamiz. Sutni ham yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Endi esa menda 4-5 piyola un ketdi. Xamiringizning quyi suyuqligiga qarab unni solishingiz mumkin. 1 osh qoshiq to'la razlixitl ham soldim. Retseptni video tagida ham qoldiraman. Retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringizlar. Endi yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi lisimizga quyib olamiz. Duxovkamizda 10 minut oldin qizdirib qo'yamiz. Xohishingizga qarab pirogning ichiga mayiz, yong'oq ham solishingiz mumkin. Yaxshilab tekislab olib, endi esa men kakao kukundan foydalandim yuziga sepish uchun. Endi duxovkamizga 160-170 gradusga 30-35 minutga yuboramiz. Meni duxovkam tez qizdirganligi uchun duxovkamda 160 gradusda pishirdim. 35-40 minutda pishib chiqdi. Mana cho'pda ko'rganimda ham yaxshi. Endi esa kesib olamiz. Mana juda ham baland chiqadi, juda ham ko'tarilib, shishib, juda ham mazali chiqadi. Ichlari ham yumshoq pishgan bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, ichlari ham yumshoqqina bo'lib, chiroyli bo'lib pishgan. Juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Kanalimiz rivoji uchun bir dona like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda sizlar bilan ko'rishguncha sog' omon bo'ling deb qolaman.